Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik ata-analar, şundaqla umaq farzandlarimiz. Anlavatqanlar Güzel Dinim programımızın 19. sani. Hammalarga ma'lum bo'lgandek biz bu programmamizda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah bugün o'tgan qitim davomlashtirib yana biz o'tganda Ramazon masalasini boshlagandik. 17. sonimizda, 18. sonimizda ham uni davom qildik. İnşallah bugün 19. sanımızda kelgan yerimizden başlap Tunji Taravih namazı mavzusidan başlap yana davom qilamiz. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun shundoqla sizlarga tunishib bo'lib ketgan kichik diktorimiz Qizil Yupurmoq. Diqqatinglar bizda bo'lsin. Oldi bilan Tunji Taravih namazini bizning Qizil Yupurmoq o'qib berdi. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar. Men Qizil Yupurmoqdan hammanglarga o'tliq salom. Qadr kechisi. Ramazon oyi boshqa oylarga qaraganda alohida bir oy bo'lgandek, Qadr kechisi mo boshqa kechalarga qaraganda alohida bir kechadir. Alloh taolo bu kecha haqida mundaq degan: Biz Qur'onni haqiqatan Shabi qadrda nozil qildik. Shabi qadrining nima ekanligini bilamsan? Shabi qadri sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir. Farishtalar va Jibril shu kechada Parvardigorining amri bilan zaminga Alloh taqdir qilgan barliq ish uchun tushdi. Shu kecha tong yurgan qadar butunlay tinch amonlikdan iboratdir. Qadr kechasi Allohning rahmat va barakati yog'digan, mu'minlarning gunohlari kechirim qilinadigan, dualar ijobat bo'ladigan xosiyatli bir kechadir. Payg'ambar alayhissalom Ramazon oyining oxirgi 10 kunni odatdagi chog'larga qaraganda texmi ko'p ibodat qilish bilan o'tkazadi. Buning bir sababi bo'lsa, 1000 oydan bek qimmatli bo'lgan Qadr kechasining mushu 10 kun ichida ekanligi edi. Biz mu Ramazon oyining oxirgi 10 kunni bo'libmi 27-kechasini yaxshi o'tkazishimiz lozim. Taxminan 83 yillik bir ömürge bedel ekanligi bildirilgan Qadr kechasida ulug' egimizning roziligiga erishishga tirishishimiz lozim. Qur'on Karimning tunji oyatlari nozil bo'lgan, islom quyoshi tuqqan mushundaq sharafli bir kechani jamilarda tabliğ anglab, Qur'on o'qib, namoz o'qib, duo qilib, suyimli payg'ambarimizga durud aytib, gunohlarimizni afv qilinish uchun Allohdan mag'firat tilab o'tkazishimiz va Qadr kechasining qimmatini bilishimiz lozim. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Fazilatiga ishinib va mukofotini Allohdan tilab Qadr kechasini ibodat bilan o'tkazgan kishining o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi. Bu hadis Buxoriyning Imom bobi 25-numurli hadis. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha bir kuni payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, Qadr kechasining qaysi kecha ekanligini bilsam, u kechada qanday duo qilaman?" deb so'radi. Payg'ambarimiz uningga mundaq deb duo qilishni o'rgatdi: Allohim, sen afv qilg'uchisan, afv qilishni yaxshi ko'rasan, meni afv qilgin. Tirmiziy Da'avat bobi 84-numurli hadis. Qadr kechasi o'qiladigan duo: Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ma'nisi: Allohim, sen nihoyatda afv qilg'uchisan, afv qilishni yaxshi ko'rasan, meni afv qilgin. Ro'za hit. Dinimiz Ramazon oyida ro'za tutishni farz qilgan. Shavvol oyining 1-kunini musulmonlar uchun ro'za hit deb e'lon qilgan. Ramazonning oxirgi kunlarida bir tarafdan Ramazonning oxirlashayotganligiga ko'nglimiz yerim bo'lsa, yana bir tarafdan ro'za hit kelayotganligining xushallig'i bor ichimizda. Ramazonning oxirgi kuni Ramazonni loyiqida o'tkazdimmi yoki o'tkazolmadimmi deb o'ylagach, kelar yilqi Ramazonga sog' salomat yetkazishni tilab duo qilamiz va hitga tayyorlik qilamiz. Saharda o'rnimizdan turib, hitga kiyimlarimizni kiyib, jamilarga yugurib boramiz. Hit kuni hit namozi bilan boshlanadi. Ulug' Rabbimizga shukr qilamiz. Hit bir dam elish kuni emas,
balki do'st yarenler bilan birlikte şadlık içinde yaşaydigan xoşallık günüdür. Hit günü aldı bilan ata-analarımız ve çoğlarga salam berip, ularning yaxshi duasini olamiz. Yaqin yo'ruq, do'st og'ina va urug' tuqqanlarimizni yo'qlaymiz. Uchirganligi musulmonga xushchiroy echib, hitingiz muborak bo'lsin deymiz. Yetim, yo'qsul, miskinlarning ko'nglini olamiz. Bemor va yashanganlardan hol ahvol so'raymiz. Üç adavetlerini unutuymiz. Bir-biriga qiydishib qolganlarni yarashtirib qo'yamiz. Hitlarda do'stlik va tuqqandarchilik rishtimiz kuchaydi. Mehri shafqat va vafodorlik tuyg'ularimiz yuksaladi. Qalb darvozamiz g'irib g'urba va ega chaqisizlarga ochiladi. Payg'ambar alayhissalomning Ramazon xush xabari. Payg'ambar alayhissalom Ramazon oyini seg'inish ichida kutatdi. 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan kelganda xushal bo'ladi va Allohim, Recep va Şabanni bizga barkat qilgin va bizni sog'-salomat Ramazonga yetkazgin deb duo qiladi. Recep va Şaban oyida boshqa chog'lardagiga qaraganda ko'proq ro'za tutadi. Ramazon haqida munda xush xabar bergan edi. Ramazon kelganda jannat eshiklari kengri ochiladi. Jahannam eshiklari yopiladi. Şeytanlar ziyan zahmet yetkazolmaydigan holatga keltirildi. Jannatning 8 eshigi bor. Buning birining ismi Rayyan. Bu eshikdan faqat ro'za tutganlar kiradi. Ro'za tutganlarning eng oxirgisi kirib bo'lgandan keyin bu eshik yopiladi. Bu eshikdan kirganlarga bir sharbat in'om qilindi. Buni ichgan kishi susizlik azobi chekmaydi. Payg'ambar alayhissalomning zo'liqi, ya'ni suhuri. Payg'ambar alayhissalom zo'r vaqtiga alohida ahamiyat beradi. Zo'r vaqtida o'rninglardan turib zo'liq yeyishga qilchi sal qarmanglar. Chunki zo'liq taom muborak g'izodir, deydi. Darvaqa Masjidi Nabavining hovlisida yotadigan fiqir sahobalar va islomga dastlabda iymon etgan baxtiyor kishilardan biri bo'lgan Irbaz ibn Sariyani bir kecha zo'liq taom yeyishga chaqirganda muborak g'izodan ye degan edi. Yana bir qitim zo'liq yeyishning muhimligi haqida mundaq degan edi. Zo'liq taom barakatlidir. Cho'qim yanglar. Bir yutum suv bo'lsa-mu, zo'da bir narsa yanglar. Chunki Alloh taolo va farishlari zo'liq yeganlarga rahmat yog'dirdi. Payg'ambar alayhissalomning iftari. Ulug' Rabbimiz bandasining o'ziga itoatini va hurmat ehtiromini ko'rishdan mamnun bo'ladi. İftar vaqti va itoat va hurmat ehtirom eng yaxshi ko'rsatadigan bir vaqtdir. Bu sababdan Payg'ambar alayhissalom iftar vaqtiga alohida diqqat qiladi. İftar vaqti kirishi bilanla bolalardek xushal bo'lib, iftar qilishning Alloh taoloni mamnun qildiganligi, foyda va barakat ilib keldiganligiga ishorat qilib mundaq degan. Ummatim kechiktirmay vaqtida iftar qilishga tirishsa, yaxshilik va barakatdan ayrilmaydi. Buxoriy Savm babi 45 numurlu hadis. İftar vaqtida qiladigan duoning ijobat bo'lganligini aytgan payg'ambarimiz iftarga boshlashdan ilgari mundaq deb duo qiladi. Allohim, sening roziligingga erishish uchun roza tutdim. Sen bergan rizq bilan iftar qildim degandan keyin xurmo yoki suv bilan iftar qiladi va mushuna qilishni tavsiya qilgan edi. Payg'ambar alayhissalomning Ramazondagi mardligi. Payg'ambar alayhissalomning tillarda daston mardligi Ramazonda texmo ziyoda bo'ladi. 3 oylarda Recep, Şaban va Ramazonda to'xtamay chiqqan shamoldinmi bakrak mard bo'ladi. Qo'liga kelgan mol-mulklarni darhol musulmonlarga tarqitib beradi. O'zidan biror narsa istaganlarning hojatini darhol ravo qiladi. O'zida bergudek biror narsa bo'lmasa, o'tni elib bo'lsa-mu beradi. Qandaq sadiqaning eng maqbul bo'lganligini so'rg'uvchilarga Ramazonda tarqitilgan sadiqa deb javob bergan edi. Payg'ambar alayhissalomning Ramazon hayoti. Ramazonda Payg'ambar alayhissalomning nafl namozlari ko'paydi. Buning ichida ko'zga eng ko'rindigani shubhisizki tarovih namozi edi. Bu ibodat, duo va zikr eda Payg'ambar alayhissalom Qur'onni ko'p o'qiydi. Demisimi Jibril alayhissalom Ramazon oyida har kecha payg'ambarimizning yoniga kelib, o'zaro Qur'on o'qiydi. Qur'onni payg'ambarimiz o'qiydi, Jibril alayhissalom anglaydi.
Cibril alayhissalom o'qiydi, payg'ambarimiz anglaydi. Har yili bir qatam bo'ladigan mushundoq o'zaro o'qib selishtirish voqeasi payg'ambarimizning hayotidagi oxirgi Ramazonda 2 qatam yuz bergan edi. Ramazon bilan vidolashish kunlari yaqinlashgan sari payg'ambarimizning ibodatlari shuncha zishlashib ketadi. Chunki 1000 oyda bir qimmat bo'lgan Qadr kechasining Ramazonning oxirgi kunlarida bo'libmi 25, 27 va 29 kechasida bo'lish ehtimoli uni bu kechalarda fursatni ching tutib ibodat qilib olishga undaydi. Bu haqda mundaq degan edi: kimki Qadr kechasida bu kechaning fazilatiga ishonib va savobini Allohdan tilab namoz o'qisa, o'tmishdagi gunohlari afu qilinadi. Ramazonning oxirgi 10 kunida payg'ambar alayhisalom Masjid-i Nabaviyda itikofga kirdi. Rabbim, ishigimga keldim. Sen meni afu qilmoqcha bu yerdan ketmayman degan ma'nida namoz, duo va zikr qatorliq ibodatlar bilan mashg'ul bo'ladi. Ro'za bilan Qur'on musulmonga shafaat qiladi. Ramazon bo'yicha Qur'oni Karim o'qishning ma'naviy dunyomizni o'zgacha boylashtiradiganligiga diqqatimizni tortgan ko'ngillar sultoni payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Ramazonda tutilgan ro'za bilan o'qilgan Qur'oni Karim kishiga shafaat qiladi. Ro'za deydiki: Rabbim, men bu bandangning kun bo'yi yemak-ichmak va moddiy orzulardan yiroq turishiga sababchi bo'ldim. Bu bandang haqida mening shafaatimni qabul qilgin. O'qilgan Qur'oni Karim mundaq deydi: Men bu bandangning kechida uxlamasligiga sababchi bo'ldim. Uning haqida mening shafaatimni qabul qilgin. Shuning bilan ro'za va Qur'on musulmonga shafaat qiladi. Ahmad ibn Hanbal, Musnad 6-jild 188-bet. Ramazon nurga g'arq bo'lur jahon, bandalarga bir imtihon. Mu'minman deganlarga ro'za iyi Ramazon. Nafsinga bo'lur ta'siri, ruhan tursan tirik. Ramazon ro'zimiz bizga 5 cho'ng farizdin biri. Ramazon Qur'on ayi, mu'minga shukron ayi. Bu ay musulmonlarga hidoyat g'ufron ayi. Musulmonga farizdur 30 kun ro'za tutmoq. Islom bir salomatdur, iymon bir saodatdur. Ro'za tutgan bandining her vaqti ibodatdir. Ro'za Allohga kelishdir, Robbiga ko'ngil berishdir. Ulug' Allohim bizlarni bu yil Ramazonga erishtir. Shoir Anvar Tunjali. Shuna qilib, o'maq farzandlarimiz bu programmamizning oxiriga kelib qoldik. Hamda oxirida biz savollar bo'limiga o'taylik. Qani Ramazon ro'za babida nimalarni o'rgandik? O'rganganlarimizni bir takrorlab baqaylik. Hamda tuvandagi jumlalarning to'g'ri yoki xato ekanligiga hukm qilib, to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato degan katakchiga ishorat beringlar debdi. Biz bu yerda farzandlarimiz bilan buningga to'g'ri yoki xato deb savol so'rayman, ular javob berdi. Bu shaklda davom qilamiz. Birinchi, ro'za bizni dunyoda yomon ishlardan yiroqlashtiradigan, oxiratda jahannamdan qutuldiradigan va gunohlarimizdan kechirim qilinishiga sababchi bo'ladigan muhim bir ibodatdir dedi. Bu to'g'rimi, xatomi? Qani qaysinglar javob berasizlar? Men. Xo'sh, unda bo'lsa Abdullah javob berib boqsin. To'g'ri. Xo'sh, nayt yaxshi javob bo'ldi. Nima uchun bir so'rab boqay? Men tushundiray. Chunki ro'za tutgan vaqtimizda yomon ishlardan uzoqlashtirdi, ham qiyomat kunimi jannat kirishimizni vasila bo'ldi, jahannamdan bizni uzoqlashtirdi. Chunki Qadr kechasi 21 kechalardan ulug' bo'lgandek, Ramazon oyimi 21 oylardan ulug'dir. Bizni jannatga kirdiradigan, jahannamga kirishdan saqlaydigan, gunohlarimizni yuyadigan va imtihondan o'tishimizga yordam bo'ladigan Ramazon iyi. Xo'sh, ikkinchisi, sababsiz holda qasddan ro'zasini so'ndirib yeb ichgan kishi qazo ro'zasi va kafforat ro'zasini tutishi lozim deb turdi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Xo'sh, uchinchisi, Ramazon oyida ro'za tutishga kuchi yetmaydigan yashangan kishilar bilan saqiyishidan umid yo'q kasal kishilarning tutalmagan har kunlik ro'zasi uchun namratlarga yemak ichmak yoki naq pul berishi fidya deb ataladi. To'g'rimi, xato? Albatta to'g'ri.
Xo'sh. To'rtinchisi, Alloh rizosi uchun tutishga va'da qilingan roza kaffarat ro'zasi deyildi. To'g'rimi xato? Xata. To'g'risi adoq ro'zasi. Beshinchisi, jamida yoki masjidda ibodat niyati bilan bir mazgil turish iftor deyildi deydi. To'g'rimi xatomi? Albatta xata. Xo'sh, endi yettinchisi, ro'zador ekanligini unutib qilib biror narsa yeb salgan kishining ro'zasi sunudi deydi. To'g'rimi xato? Xata. Uning ro'zasi sunmaydi. Chunki u bilmay turib yeb qoldi. 8-si payg'ambar alayhissalomning ro'zi bir qalqondir degan so'zi ro'zining bizni nachar ishlar va gunoh sodir qilishdan to'sidiganligini ifodalaydi deydi. To'g'rimi xato? To'g'ri. To'g'ri. Nayt yaxshi. Ro'zi bir qalqondir, ya'ni bizni nurg'un gunoh ishlardan, nachar ishlardan va har xil gunoh sodir qilishdan bizni to'sidiganligi uchun bizga payg'ambar alayhissalom ro'zini bir qalqon sifatida ifodalagan. Xo'sh, endi o'zimiz sinab boqayli mavzusida ikkinchi bir mavzuga o'tamiz. Endi tuvandagilardan qaysisining Ramazon oyi bilan munosabati yo'q dedi. Tuvanda A, B, T, P bilan 4 xil javob berdi. Shuning to'g'risini tanlaysizlar. Tuvandagilardan qaysisining Ramazon oyi bilan munosabati yo'q? A, haj qilish, B, ro'za tutish, T, Qur'onning nozil bo'lishga boshlashi, P, Qadr kechasi dedi. Qaysisining Ramazon oyi bilan munosabati yo'q? To'g'ri javob A. Haj qilish. Xo'sh, ikkinchisi, tuvandagilardan qaysisi biz ro'za orqali erishganlardan emas deydi. A. Ro'za tutish orqali ulug' Allohning yaxshi ko'rishi va roziligiga erishimiz. B. Ro'za tutish orqali faqirlarga yordam qilgan bo'lamiz. T. Ro'za tutish orqali nachar ishlar va gunohlardan yiroq turib, jahannam azobidan qutulamiz. P. Ro'za tutish orqali sabr taqatchan bo'lishni o'rganamiz dedi. Mushu 4 xil javobdan qaysi to'g'ri endi? Tuvandagilardan qaysi biz ro'za orqali erishganlardan emas deydi? To'g'ri javob B. Ro'za tutish orqali faqirlarga yordam qilgan bo'lamiz. Chunki ro'za tutish orqali faqirlarga yordam qilgan bo'lmaymiz. To'g'ri. Ya'ni biz ro'za orqali erishganlardan emas bo'lgan narsa ro'za tutish orqali faqirlarga yordam qilgan bo'lmasligimiz yani. Xo'sh, endi uchinchisi, tuvandagilardan qaysi vojib ro'zalardan biri deydi? A. Nafl ro'za, B. Muharram oyi ro'zasi, T. Adoq ro'zasi, P. Ramazon ro'zasi dedi. Qaysi vojib ro'zalardan biri dedi? To'g'ri javob T. Adoq ro'zasi. To'rtinchisi, kecha oxirlashib tong etishga boshlagan vaqtning ismi nima? A. Subhi, B. Zo vaqti, T. Iftor, P. Itikof. To'g'ri javob A. Subhi. Xo'sh, 5-si, tuvandagilardan qaysisi ro'zani sundirmaydi deydi? A. Odatda g'izo qilib ishiltilmaydigan moddalarni yeyish. B. Eg'izdagi tukurukni yutish. T. Eg'izga kirgan qor va mo'ldirni bilib turib yutish. P. Tahorat olganda eg'iz chayqagan suvning galga kirib ketishi dedi. Mushlarning qaysisi ro'zani sundirmaydi? To'g'ri javob B. Eg'izdagi tukurukni yutish. Xo'sh, 6-si, tuvandagilardan qaysisi ro'zani sundirib faqatli qazo kerak qiladi? A. Yuyunganda quloqqa suv kirib ketish. B. İxtiyorsiz holda gelig'i chang to'zang va tuman kirib ketish. T. Tahdid ostida noiloj ro'zasini sundirish. P. İxtiyorsiz qusish. Hamda mushlarning qaysi ro'zani sundirib faqatli qazo kerak qiladi dedi? To'g'ri javob T. Tahdid ostida noiloj ro'zasini sundirish. Xo'sh, tuvanda 7-si, musulmonlarning Ramazon oyida ro'za tutishining eng muhim sababi tuvandagilardan qaysi dedi? A. Nafsiga ega bo'lish orzusi. B. Sog'lom yashashni orzu qilishi. T. Atrofidagilar bilan munosabatni yaxshilash orzusi. P. Alloh taolaning amrini bejo keltirish. Qaysi? To'g'ri javob P. Alloh taolaning amrini bejo keltirish. Xo'sh, nayt yaxshi, to'g'ri. Biz musulmonlarning Ramazon oyida ro'za tutishimizning eng muhim sababi nima? Rabbimizning albatta yuqorida sanalganlarning hammasi Ramazonda ro'za orqali biz erishadigan narsalar albatta shundoq. Ammo bizning ro'za tutishimizdagi eng muhim sabab nima deganda Rabbimiz Allohning amrini bejo keltirish. Xo'sh, endi 8-si, tuvandagilardan qaysi ro'zani sundirmaydi dedi? A. Namoz sham vaqti bo'lmagan bo'lsa-mu, vaqti bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab baldur iftor qilish. B. Salqinlash maqsadida munchuga tushish. T. Tishning orasida qolgan nuqutchilik cho'nliqdagi taomni yutish. P.
geliği kirib ketgan qor yağmur yoki mo'ldirni ixtiyorsiz holda yutib seleyish deydi. Mushlarning qaysi ro'zini sundirmaydi? To'g'ri javob B. Salqinlash maqsadida munchaga tushish. Xo'sh, nayt yaxshi javob bo'ldi. Salqinlash maqsadida munchaga tushish. 9-si tövəndəki əhvallardan qaysı rozunu sundirish uchun bir bahane səbəb hesablanmaydı dedi. A. Öyge mihman gelish. B. Öldürülüş yoki yarılış təhdidi. T. Düşman bilan urush qilish. P. Səfərə chiqish dedi. Amma mushlardan qaysı rozunu sundirish uchun bir bahane səbəb hesablanmaydı dedi. To'g'ri javob A. Uyga mehmon kelish. Endi biz bu babimizning eng oxirgi bo'limiga keldik. Tövəndəki boş o'rinlarni tırnaq ichidagi so'zlarda muvofiq bo'lgan tanlab to'ldiringlar deydi. Biz bu yerda qadir, rahmat, apu, mag'firat, apu qilinish, odoq, salomat, rayyon ismli bu berilgan so'zlarning birini o'shadagi jumlalarning o'ttirisiga muvofiq bo'lganlarini kirgizamiz. Xo'sh, endi birinchisini biz o'qish jarayonida to'ldirib o'tgan bo'ldik. Endi ikkinchisi ro'za tutinglar. Tırnaq, bo'sh tırnaq bo'lisizlar debdi. Nima bo'lamiz? Salomat bo'lisizlar. Boş o'ringa salomat degan so'z keldi. Ya'ni ro'za tutinglar, salomat bo'lasizlar. Uchinchisi kaffarat ro'zasi odatda qancha kun bo'ladi? Qancha kun tutildi? 61. Kaffarat ro'zasi bir kun ro'zani buzib o'tgan bo'lsa, o'sha bir kuni 60 kun uninki kaffarati shundan bilan jami 61 kun bo'lgan gap. 4-chi ro'zador ekanligini unutib biror narsa yeb ichgandan keyin rozam sundi deb o'ylab yeyish ichishni davomlashtirgan kishi keyin ro'zasi tutishi kerak dedi. Qanday ro'za tutish kerak? Qazo ro'zasi tutish kerak. Xo'sh, keyin qazo ro'zasi tutishi kerak. 5-si Alloh rizosi uchun tutishga va'da qilgan ro'za nima ro'zasi deyiladi? Adoq ro'zasi deyiladi. 6-si payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bo'sh tirnoq vabiyada kechasi mundaq deb duo qiladi. Allohim, sen nihayeti apu qilg'uchisan. Apu qilishni yaxshi ko'rsan, meni bo'sh tirnoq qilgin dedi. Ya'ni meni apu qilgin demak, shundami? 7-si jannatning 8 eshigi bordir. Buning birining ismi bo'sh tirnoq pijmidir deydi. Buning birining ismi nimadir? Rayyan. Rayyandir. Bu eshikdan faqatli ro'za tutquchilar kiradi. Ro'zadorlarning eng oxirgisi kirib bo'lganda bu eshik yepiladi. Bu eshikdan kirguvchilarga bir sharbat in'om qilindi. Bu sharbatni ichuvchilar ussizlik azobi chekmaydi. Deyish bilan bu babimiz Ramazon ro'za babimiz shuning bilan oxirlashdi. Yangi bir qatimliq programmamizda, yangi bir sonimizda ko'rishkicha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Program oxirimizda sizlardan ijobatli duolaringlarda bizlar uchun duo qilib qo'shinglar uchun qalbimizni umid qilamiz. Yan bir qatimliq programmada ko'rishkicha assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qani qizli yupurmoqsiz mu xo'shish bilan. Hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar, kelar qatimqi programmamizda ko'rishkicha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.